Mumkinmi? Keling. Qalaysan? Kimnidir kutyapsanmi? Yo'q. Nega keldingiz? Oyim aytgan yigit bilan uchrashadigan bo'ldingmi? Sizga darrov chaqdilarmi? Nega darrov yomon tomonga burasan? Shunchaki tushuntir dedilar. Yaxshi oila dedilar. Oyiz mendan qutulishni yo'llarini o'ylab qo'yibdilar shekilli. Men baribir ular topgan yigitga turmushga chiqmayman. O'zlar so'rab kelishsa, oyimda nima ayb? Baribiram. Meni tashvishimni qilmay qo'ya qolsinlar. Oyim seni baxtli bo'lishingni istayaptilar xolos. Har bir ona buni orzu qiladi. Menga oyiz orzu qilgan baxt kerak emas. Nega sen faqat o'zingni o'ylaysan? Hech bo'lmasa dadamni o'ylagin. Meni-chi? Meni kim o'ylaydi? Hammamiz seni o'ylaymiz. Lekin senga qancha mehr ko'rsatsak ham doimo kamdek tuyulaveradi. Men bilan janjallashgani keldingizmi? Sovchilar haqida gapirishsa, oyim bilan dadamni xafa qilibsan. O'zingdan boshqa hech kim o'ylamaysan. Demak, men Menga qara. O'gay ona tomonidan ezilgan Zolishko rolini o'ynash senga yoqib qopti shekilli, a? aslida ham shunday-ku. Nima? O'gay ona bilan yashayotganim noto'g'rimi? Yo'q, unday emas. Aslida sen ularni ezyapsan. Seni xafa qilish niyatim yo'q. Ammo o'zingni o'zing idrok qila olmasang, kim seni ruhshunos deydi? Kasbimni bunga aloqasi yo'q. Menga bu uyda yashash oson deb o'ylaysanmi? Sen onangni yo'qotgan bo'lsang, men otamni yo'qotganman. Sen begonani ona deya olmayotgan bo'lsang, men yettiyot begonani dada deyapman-ku. Bobur aka, Sen-ku oppoqli shahzoda uyda olib ketishni kutayotgandirsan. Men-chi? Men onam tashlab keta olmasam nima qilishim kerak? Sen o'sha o'gay ona deb atayotganing meni onam bo'ladi. Gaplaring ko'nglimga qanchalik og'ir botishini bilasanmi? meni kechiring. Sizni azbaro yaqin olganimdan bu gaplarni gapirgandim. Oyiz menga onalik qilishini istamasam nima qilay? Men ham ularni aslida oila qurishlarini umuman xohlamagandim. Chunki oila qurishmaganida bizning munosabatlarimiz ham boshqacha bo'lardi. Mendan baxtiyor odam bo'lmasdi. Lekin hozir ular tufayli senga singildek qarashga majburman. Tushunyapsanmi? Buni menga qanchalar og'ir botishini bilasanmi? Seni singlim deyishga majburman. Majburman! Hozir Azam aka. Taksi! Taksi! O'tiring Azam. Xo'p.
Salom. Kayfiyatlar qalay? Nega menga pul berganding? Tushunmadim. Ha, o'zing so'raganding-ku. Sendan buni kutmagandim. Meni xonavayron qilding. Nigora, nima bo'ldi? Ering bilib qoldimi? O'sha pullarni deb Asqar akamni qamashdi. Nimalar deyapsan? Bo'lishi mumkin emas. Bularni hammasini sen uyushtirgansan-a? Nimalar deyapsan? Menda nima qasding bor edi? Ayt, nima qasding bor edi? O'lganiga hech narsadan xabarim yo'q. Nega eringni qamashadi? Kim bergandi? Kim bergandi o'sha pullarni? O'zingni bilmasdi, u to'g'rimi? Menga yolg'on gapirding-a? Gapir. Nigora, meni kechir. Hech narsadan xabarim yo'q edi. Ular buni uyushtirishganini bilmabman, Nigora. Senga yaxshilik qilyapman deb o'ylagandim. Hoziroq borib, tergovchiga pulni bergan odamni aytasan, tushundingmi? Men unday qila olmayman. Agar aytmasang, senda dugonam yo'q. Meni hech gapdan xabarim yo'q edi, Nigora. Ataylab qilganim yo'q-ku. Bormaysan-a? Yo'q. Gapir. Borasanmi yo'qmi? Yo'q. Unda o'zingdan ko'r. Nigora, iltimos, Nigora. 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 Hamshira. Nigora, hamshira. Kiring. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Keling. Va alaykum assalom. Voy Dildor. Yaxshimisan? Rahmat. Bormisan? Katta qiz bo'lib ketganingni qara-ya. Xuddi onangni o'zisan. Faqat umring o'xshamasin ishqilib. Siz onamni tanirmidingiz? Biz juda ham yaqin dugona bo'lganmiz. Ha, siz Zulxumorni oilarisiz shekilli. Ha, eslading-a? Zulxumorni oyisiman. Bolaliginglarda birga o'ynab yurardinglar. Bitta mahallada o'sgansizlar. Uzr, bir ko'rishda tanimay qoldim. Tushunaman. Hech qisi yo'q. Haligi Shahnoza oying xafa qilmayaptimi? Yo'q. Bilasanmi Dildor? Men bu kunni kelishini ancha yil kutdim. Mana endi katta qiz bo'lib qolding. Endi senga bor gapni aytib bersam ham bo'ladi. Buni 16 yoshga to'lganida qizimga berarsan. Qanaqa gap? Onang o'rnida onangman deb yurgan ayolni aslida qanaqa odam ekanligini bilishing kerak. Biz juda yaqin dugonalar bo'lganmiz. Shahnozani erini o'ldirib ketishgandan keyin u yoshgina bolasi bilan ko'chada qoldi. Shunda onang rahmi kelib uni uylaringga olib keldi. Oradan ko'p o'tmay dadang unga uy olib berdi. Oyoqqa turib olishiga ko'maklashdi. Ammo u boriga qanoat qilmadi. Hammasiga birato'la ega bo'lishga harakat qildi. Qanaqasiga? Axir Qanaqasiga bo'lardi? Shahnoza dadangni yo'ldan urdi. Onang bilan dadangni o'rtasiga suqilib kirib oldi. Tushunyapsanmi? dadamchi? Dadang nima qila olardi? Yoshgina beva ayol ko'zini suzib tursa, qaysi erkak yo'q deydi? Yolg'on. Dadam onamga xiyonat qilmaganlar. Onamni haligacha unutmaganlar. Buni yaxshi bilaman.
Vijdoni qiynalsa kerak-da. Sirlari ochilib qolgach, ko'p o'tmasdan onang vafot etdi. Umrini oxirgi kunlarini ham bemalol o'tkiza olmadi. Sho'rlik. Ishonmayman. Siz yolg'on gapiryapsiz. Menga ishonasanmi? Yo'qmi? O'zing bilasan. Azbaroya senga kuyunganimdan, rahmatli dugonamning bitta-yu bitta qizi bo'lganing uchun ichim achiganidan gapirdim. Onangni ham bir necha bor ogohlantirgan edim. Menga quloq solmagandi o'shanda. Siz o'sha kuni shifoxonaga onamni ko'rgani borganmidingiz? Vafot etgan kunini aytyapsanmi? Yo'q, men borishga ham ulgura olmadim. Endi to'satdan o'lib qolishini kim bilibdi deysan? Xayriyat. Bu ayol emas ekan. Lekin do'stman deyapti-yu, dushmanning gapini gapiryapti. Niyati nima uning? Dadamdan ham ko'nglimni sovutmoqchi. Mayli. Yaxshi qol. Men seni ogohlantirib qo'ydim. Endi bu yog'iga qanday yo'l tutish o'zingga havola. Men boray. Nahotki shularning hammasi rost bo'lsa, dadam shu Shahnoz opani deb onamga yo'q, bo'lishi mumkin emas. Qiziq. Pushti konvert olgan ayol kim? Oyim meni kimga ishonib topshirmoqchi bo'lgan? Nega dadam ham yo'q. Dadamning ko'zlari doim ma'yus. Onamni unutmaganlari rost. Lekin Sulxmorning onasi mendan nima istaydi? Nega shuncha yil bu gaplarni menga aytish uchun ko'nglida asrab yurgan? Niyati nima uning? Oyijon, o'sha ayol kim edi? Nega baxtingizni o'g'irlagan Shahnoz opa sizning o'rningizni egallab olgan? Nimalar qilib qo'ydim? Nega Lolaga ishondim? Endi Asqar akamga nima deyman? Homilador ekanimni bilsalar, qanchalar quvongan bo'lardilar. Farzandimni otasini o'z qo'llarim bilan qamoqqa tiqsam, yo'q. Hamma gapni aytaman. Asqar akamni ozod qilishsa bo'ldi. Lola qayerga ketyapsiz? Yig'ilishga kirmaysizmi? Lola Yo'ldoshevna, kechaga aytgan bemorlaringizning kasallik tarixi. Nigora, ahvolingiz ancha jiddiy. Homilani saqlab qolish uchun shifoxonaga yotib davolanishingiz shart. Mana bu sizga davolanish uchun dorilar. Shunga qarab, o'zingizni ehtiyot qilishingiz kerak. Bu siz uchun ham, kelajakda tug'ilajak farzandingiz uchun ham juda muhim. Xizmatda yaxshilik qiling aka. Yo'q, iltimos. Mani qiyin. Yo'q, aka, siz tushunmayapsiz. Hujjatsiz iltimos. Qanaqa qilib qo'yaman aka sizni? Olib kelaman. Yo'q, aka, hujjat olib keling, marhamat qiling. Iltimos. Yo'q, aka, to'g'ri tushunmayman. Tushunolmay qoldim. Asqarjonni tamagirlikda ayblashyaptimi? Bunga ishonmayman. Pulga muhtojligi bormidi? Akam agar muhtoj bo'lgan taqdirda ham bunaqa ish qilmagan bo'lardilar. Bu yerda boshqa bir gap bor. Tuhmat bo'lsa-ku, buni aniqlash yo'li bo'lar. Tag'in shayton yo'ldan urib, Azim aka, bunaqa ish qilganiga ishonyapsizmi akamni? Asqarni bolaligidan bilaman. Ko'z oldimda katta bo'lgan. Shunga hayron bo'lyapman-da.
Ana u pullar uyda qayerdan paydo bo'ldi? Men ham shunisiga hayronman. Mayli. Vaqtni bekor o'tkazmasdan anavi aytgan qog'ozlarni to'g'rilab kelaylik. Advokat yo'llaymiz. Zora hammasi yolg'on bo'lib chiqsa. Balki kimgadir xalaqit qilgan bo'lsalar, yo'ldan olib tashlamoqchi bo'lishgandir. Bo'lishi mumkin. Diyonatini yo'qotganlar oz deysanmi? Mayli, yura qol. Yuring. Qiziq. Bahodir aka ertalab Azim aka bilan qayoqqa buncha shoshilib ketishayotgandi? Qabulimga kelaman degan odam hatto mo'ralab ham qo'ymadi. Yo meni sinash uchun atayin gapirdim ekan. Balki o'sha kungi gaplarimdan men haqimda noto'g'ri xulosa chiqargandir. Alo, eshitaman. Haliyam eshitamisan? Bu payt uyda bo'larding-ku. Ozgina ushlanib qoldim. Hozir boraman. Bo'pti. Bo'ldi. Endi kelmaydi. Keling, Lolaxon. Qanday shamollar uchirdi? Nega meni aldadingiz? Xafa qilyapsiz, Lolaxon. Sizga munosabatimni bilasiz-ku. O'zingizni go'likka solmang. Pullarni berishdan maqsad shu ekan-da. Men ahmoq. Buni ertaroq fahmlashim kerak edi. Tushunmadim. Nimalar deyapsiz? Hammasini bilib, tushunib turibsiz. Siz mendan foydalandingiz. Endi dugonamning ko'ziga qanday qarayman? Bu hayotda hurmatli doktor hissiyotga berilish yaramaydi. Ayniqsa biznesda aql bilan ish ko'rish kerak. O'zingizcha dugonam deysiz. O'rni kelganda undan ham yaqinroqdan voz kechishga to'g'ri keladi. Vijdonsiz ekansiz. O'zingizni bosing. Endi ikkovimiz bitta kemadamiz. Agarda g'arq bo'ladigan bo'lsam, sizni ham tortaman. Meni hech narsa bilan qo'rqita olmaysiz, tushunyapsizmi? Hoziroq borib hammasini tergovchiga aytaman. Hech qayoqqa bormaysiz. Chunki bora olmaysiz. Hozir. Mana ularni ko'ring. Ushlang. Nima bu? Agar churq etsangiz, sharmanda qilaman. Hammaga o'zi dugonasini yomon ko'rardi. Bilib turib rozi bo'ldi deyman. Tamagir shifokor deb bu suratlarni internetga joylayman. Ko'raman. O'shandan keyin qanday qilib bosh ko'tarib yurar ekansiz? Men sizdan hech qachon hech narsa so'ramaganman. Odamlar senga emas, mana bu suratlarga ishonadi. Oilangdan, ishingdan, ham obro'yingdan ayrilasan. Xo'sh, endi qay birini tanlaysan? Agar ilgariroq haqiqiy qiyofangni ko'rganimda edi, Nima qilarding? tupurardim. Xudo jazoingni bersin, iflos. Xo'jayin, balki uni keragi yo'q. U haligi tergovchiga borsa-chi? Hech qayoqqa bora olmaydi. Sharmanda bo'lishdan qo'rqadi. Ha, men endi kuzataman. Bora qol. Aha.
Yaxshi keldingmi, Dildora? Keldim. Kiyimlaringni almashtirib, menga dasturxon tuzashga yordam bergin, xo'pmi? Xo'p. Men endi yosh bola emasman. O'zimni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Bu ayolni hech qachon oyi demayman. Senga nima bo'ldi? Charchadingmi? Senga aytuvdim-a? Ikkita ishda ishlamagan deb. Gaplarimga quloq solmading. Sizni ko'rmaslik uchun 10 ta joyda ishlashga ham roziman. Umuman shu uyga kelmasam ham mayli. Sizdek 200lamachi odamlarni ko'rishni istamayman. Mayli. Charchagansan. Ovqat pishsa chaqirma, xo'pmi? Yaxshiman. Menda gapingiz bormidi? Dildora, sendami bo'lgan? Keyin gaplasharmiz. Aytavering. Haligi dadangni o'rtog'i Nodir akani o'g'li bilan uchrashib, gaplashib ko'rsing degan edim. Endi mendan qutulmoqchi. Yo'q. Bu ayol bilan bir uyda ortiq yasholmayman. Dadangga ham shu fikrdalar. Men roziman. Rozisan? U yigitni ko'rmagansan-ku axir. Ko'rishim shart emas. Shunday qilsam, sizga ham, dadamga ham yaxshi bo'ladi. Nega unday deysan? Biz seni baxtingni o'ylab gapiryapmiz, qizim. Men roziman. Dadangga shunday deb aytaveraymi? Axir o'zingiz shuni xohlayapsiz-ku. To'g'rimi? Topdimmi? Har bir ona qizini yaxshi oilaga kelin bo'lishni xohlaydi. Agar sen xohlamasang, hech kim seni majbur qilmaydi, qizim. Ularga rozilik berib yuboravering. Hammalaringni ko'rgani ko'zim yo'q. Hammangiz yolg'onchisiz. Bu uydan ketaman. Qayerga bo'lsa ham mayli. Faqat sizlarni ko'rmasam bo'ldi.
O'sha kuni uyingizga biron kishi kelganmidi? Yo'q. Hech kim kelmagan. Balki pullarni rostdan ham eringiz olib kelgandir. Erim olib kelmagan. Nigora, unda o'sha pullar uyingizda qanday qilib paydo bo'ldi? Ularni men olib kelganman. Siz nega kenaga? Dugonam bergandi. Dugonam xususiy klinikaga borishga pulim yo'qligini bilardi. Shunga qarz bergandi. Men uni bunday niyatda berganini bilmagandim. Nega tintuv vaqtida shu narsalarni aytmadingiz? Asqar akamdan qo'rqdim. Bilib qolsalar, qarz olganimga urishadilar deb o'yladim. Keyin dugonam ham nega bunday ish qildi hayronman. Bu yerda qandaydir anglashilmovchilik bo'lgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Dugonangizni eringizda nima xusumati bo'lishi mumkin? Bilmadim. O'ylab o'yimga yeta olmayapman. Balki u ham bilmagandir. Bo'lishi mumkin. Balki uni ham chuv tushirishgandir, aldashgandir, qo'rqitgan bo'lishlari mumkin. Dugonangizga pullarni kim bergan bo'lishi mumkin? Bilmayman. Dugonangiz pul berganini tan olsagina, eringizni qo'yib yuborishlari mumkin. Har ehtimolga qarshi Asqarjonni hamkasblar bilan gaplashib ko'rish kerak. Balki birorta bir kerakli ma'lumotni qo'lga kiritarmiz. Bahodir, sen Nigorani dugonasining uyiga borib kelgan, xo'pmi? Xo'p. Men advokat bilan maslahatlashib ko'raman. Yaxshi. Balkim u xizmatdoshlari bilan gaplashar. To'g'ri. Xo'p. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi bolam? Qudalar kelishyapti. Tez kiyimlaringni o'zgartirib chiq, xo'pmi? Bo'l, bora qol. Dildora. Bu nima qilganing? Nega tanimagan, bilmagan yigitga rozi bo'lding? Ortiq sizlarni qiynamoqchi emasman. Qaroring qat'iymi? Ha. Meni bu uyda yashagim yo'q. Endi o'z hayotimni o'zim qurmoqchiman. Buning uchun tanimagan, bilmagan yigitga tegishing shart emas-ku. Dadam bilan oyizni ko'ngillaridagi ishni qilyapman. Bilaman. Sen buni oyimga qasma-qas qilyapsan. Lekin taqdir bilan bunday o'ynashib bo'lmaydi. Vaqt borda esingni yig'. Keyin kech bo'lishi mumkin.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayoqqadir ketyapsizmi? Qayerda yuribsan? Bugun ketishimni bilarding-ku. Jasur qani? Ishxonada ushlanib qolgandirsan deb oyimlarnikiga tashab keldim. Dadasi. Sizda gapim bor edi. Keyin gaplashamiz. E'tirof bo'lmasam bo'lmaydi. Samolyotga kech qolaman. Iltimos. Bugun meni tashlab ketmang, yolg'iz qoldirmang. Nima, qo'rqasanmi? Yolg'iz qolishni istamasang, ukamga qo'ng'iroq qil. Jasurni olib keladi. To'xtang. Siz bilan maslahatli ishim bor edi. Aytdim-ku, keyin gaplashamiz. Shoshib turibman. Nima, yig'layapsanmi? Yo'q, jonim. Xafa bo'lmagin, bir haftaga qolmasdan kelaman. Xavotir olma, xo'p? Bo'pti, yaxshi o'tir. Meni kechir, Nigora. Meni kechir. Nega unday qilyapti? Ko'rmagan, bilmagan yigit bilan turmush qurib ketaveradimi? Nega shunday qarorga keldi ekan? Yoki mendan xafamikan? Nega o'zimni qo'ygani joy topolmayapman? Baribir qachondir turmushi chiqardi-ku. Yoki uni qizg'anyapmanmi? Bobur akam to'g'ri aytadilar. Turmush qurish o'yinchoq emas. Nodir amakini o'g'lini ko'rmaganman. Bilmayman ham. Nega o'ylamay rozilik berib yubordi? O'gay onamga o'chakishib, baxtsiz bo'lib qolsam, nima bo'ladi? Yo'q. Nega endi ularning aytgani bo'lishi kerak? Shu qilganlariga yo'llariga chiqmayman. Bilganlarini qilishsin. Dunyoga ikki bora kelmaydi hech bir ona. Bir onaning o'rnini bosolmas hech kim yana. Dunyoga ikki bora kelmaydi hech bir ona. Bir onaning o'rnini bosolmas hech kim yana. O'gay deb o'ksinma hech, ranjima har gapidan. Zavqlanib yasha inson bu dunyo rohatidan. Jannat ona poyida, yo'q qiyos timsol yana. Yer ko'k jahon ichra onadir munis ona. Jannat ona poyida, yo'q qiyos timsol yana. Yer ko'k jahon ichra
onadir munis ona. Dunyoning ko'rki bo'lar chin insoniylik o'zi, iymon bilan munavvar aslida hayot o'zi. Dunyoning ko'rki bo'lar chin insoniylik o'zi, iymon bilan munavvar aslida hayot o'zi. Olamda inson zoti onasiz hech kim emas. Ona mehri dunyoni bezab kelar basma bas. Jannat ona poyida yo'q qiyos timsol yana. Yer ko'k jahon ichra onadir munis ona. Jannat ona poyida yo'q qiyos timsol yana. Yer ko'k jahon ichra onadir munis ona. Jannat ona poyida yo'q qiyos timsol yana. Yer ko'k jahon ichra onadir munis ona. Jannat ona poyida yo'q qiyos timsol yana. Yer ko'k jahon ichra onadir munis ona.